Assalomu alaykum aziz birodarlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsizlar. Deyman, men Shamsullo Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Aziz do'stlar, mana bugungi videomizda esa Afg'onistonning Qurbon hayit bayrami qanaqa bo'lib o'tadi, o'sha jarayonni videoga oldik. O'sha mashhur Osif akamiz bilan birgalikda. Aziz do'stlar, bugungi videomiz sizga yoqadi degan umiddaman. Do'stlar, agarda videomiz sizga yoqsa, videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang aziz do'stlar. Afg'onistonlik birodaringizni qo'llaysiz degan umiddaman. Do'stlar, sizlardan esa like va obuna, bizdan esa Afg'oniston haqida realniy ma'lumot va video kutib qoling aziz do'stlar. Qani bo'lmasam videomizni boshlaymiz. Qurbon hayiti qanaqa bo'lib o'tibdi, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring aziz do'stlar. Bo'ldi, mana oldim. Voy. Assalomu alaykum davlat ağa. Ben tekleme hanım ölçme. Hayitlar merak olsun. Sizin kamera hayitlar qabul olsun, merak olsun. Halal edin. Neri bul? Hayit mantıqı bol ya. Bu to'qiy hozir bo'lmadi. Usvat Sho'rtepa. Ha? Hazar to'qiy bo'lmadi. Hazar to'qiy. Qurban bayram bo'lib yatayım bu yerda. Baxir inshaalloh. Bizleri görüyen Özbekistan'daki muxlislar mı? Aydaryan söylediğiniz var mı? Muxlislar mı? Salom hayitlar, merakli davlat bay tarafdan hayit merak olsun. Baxir inshaalloh O'zbekiston baramni hamkorlik etsin bizlere. Sudamu danardan versin. İnşallah. Buran adamlardan taraftan salama yetirmene salam. Aleyküm selam. Anoşa işte her Özbekler kilsin ben kaçırmasın oşa var. Tegishli Mana do'stlar, tarvuzlar ham kelib, mana ko'rganingizdek sotilmoqda. Afg'onistonning eng mashhur shirin tarvuzlaridan. Maşallah. Mana do'stlar, tarvuzlar kilosi qanchadan bo'ldi buni? Tarvuzlar kilosi 10 rupiy bo'ldi. 10 afg'on, ha? 10 afg'on mana. 2000 so'm bo'ladi O'zbekiston so'miga. Maşallah. Afg'oniston tarvuzdan yeb ko'rmadim demanglar, armonda qoldim demanglar. Mana do'stlar, birodarlar, tarvuzlar ham juda yaxshi, shirin tarvuzlar mana ko'rganingizdek. Eng yaxshi tarvuzlardan mana Afg'onistondan. Bu qayerdan kelgan Afg'onistonda davlat og'a? Bu Afg'onistonning Mozor Sharifdan kelgan. Ha, Balx viloyatidan kelgan ekan mana Balxning tarvuzlari do'stlar. Mana shunday tarvuzlar. Rahmat davlat og'a. Tashakkurlar. Allohga omonat bo'ling. Alaykum. Inshaalloh kelib turing bayramlarga. Xo'ra, So'x O'zbekiston arzon bo'ldi, e'lon bo'ldi. Aydilar. Arzon bo'ldi, So'x O'zbekiston, qurma xo'ra, sho'rva xo'ra. E'lon bo'ldi-ga. Ha, assalomu alaykum. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, mana buni nima deb aytadi? Bu piyolani kattasi sho'rva ichiladigan. Mana Afg'oniston puliga 35 afg'on ekan, ya'ni 3500 so'm. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, Qurbon hayiti barcha musulmon ahliga muborak bo'lsin. O'qigan namozlaringiz ham Alloh taologa qabul bo'lsin. Mana Afg'onistonda Qurbon hayitlari qanday bo'lib o'tmoqda? Shuni bir mana videoda batafsil ko'rsataylik dedik birodarlar. Inshaalloh videomiz yoqadi degan umiddamiz. Videomiz yoqsa videomizga like, kanalimizga ham obuna bo'lib qolishni unutmanglar. İnşallah har bir like'ingiz biz uchun muhimdir birodarlar. Mana shunday eng sara videolar bizning kanalimizda bo'ladi. Har bir like'ingiz muhim. Yaqin qarindoshlaringizga ham tarqatib qo'yinglar. Afg'onistonda hayit namozlari qanday bo'lib o'tadi inshaalloh. Mana birma-bir ko'ringlar birodarlar. Nereden oldu tadbirler? Mana tarvuzni ham 1 kilosi 2000 so'mdan ekan. 12 o nima? 1 kilosi 2000 so'm. Mana do'stlar, ko'rganingizdek. Mana do'stlar, hamma hozir jami jo'shlik bilan 7 yoshlardan 70 yoshlargacha kelgan bolalar mana o'yinchoqlarni olib ketmoqdalar. Mana ko'rganingizdek, hayit bayram, Afg'oniston Qurbon hayiti. Bir kes uçalpara.
Mana do'stlar, bizning qishlog'imiz bundan ham narida bir chekkakorimiz bor, lekin bu bozorga esa shu uzoq ko'rib ketmaydigan mana shu bozorga kelamiz. Narigi bozorga ham ketib inshaalloh video tayyorlab kelamiz. Inshaalloh. Ha do'stlar, Qurbon hayiti shunday bo'lib o'tadi bizlarda. Namozdan ham chiqdik, hozir namozni o'qib keldik. O'qigan namozlaringiz muborak bo'lsin. Barcha musulmon mu'minlarga Qurbon hayiti Afg'oniston nomidan chin qalbimizdan muborakbod etib qolamiz. Mana birozdan ketib inshaalloh qurbonlik ham so'yamiz. Alloh nasib qilgan bo'lsa inshaalloh. Mana bu yerda morojniy ham bor ekan, morojniy. Narx-navolarni aytib o'tirmaylik do'stlar, hammasi o'yinchoq. Mana shunaqa o'yinchoqlar sotadi. Narx-navolarni ko'rsatib o'tirmaylik dedik. Mana shunday bozor birodarlar. Mana do'stlar, inshaalloh narigi bozorimizni ham ko'rsatamiz. Narigi bozorimiz ham qanday bo'lib o'tadi? Ikkita bozor bor, bir kichik, bir katta bozor. Ikkalasini ham inshaalloh birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Yasha, tolka dedimmi? Kamida g'alati. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Здравствуйте, как дела? Нормально? Mana do'stlar, bu bozorimiz ham eng katta bozorimiz. Mana bu yerda ham odamlar juda ko'p keladi. U nargi o'z qishlog'imizdagi bozor. Bu ham mana shu qishlog'imizga yaqin eng katta bozorimiz. Ariqbotir qishlog'ida joylashgan. 7 yashardan 70 yashargacha hamma kelgan mana. Mana yosh bolalar hammasi xursand, mana hayitga kelgan, maşallah. Mana tarvuz, marvuz, nima xohlasangiz bor, xullas. Mana do'stlar, bozorimiz ham gavjum, hamma bozorda hozir. Va alaykum salom, dayom teklama. Hayitlarmi harakotin? Allah qaytsin. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, inshaalloh videomiz yo'qadi degan umiddamiz, birodarlar. Musofirdagi yashayotgan akalarimiz va akalarimiz, opalarimiz va singillarimiz Afg'oniston nomidan yana bir bor Qurbon hayitingizni muborakbod etib qolamiz. Inshaalloh videomiz yoqsa, videomizga bitta like va kanalimizga ham obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Videomizga o'z fikr va mulohazangizni qoldiringlar. Har bir like'ingiz biz uchun muhim birodarlar. Like'lar soni qancha ko'p bo'lsa, kanalimizda odamlar soni ham shuncha ko'p bo'ladi. Bizning zahmatimizga inshaalloh zahmatimizga yarasha like'laringizni ayamaysizlar degan umiddamiz birodarlar.
Mana bu yerda pishgan tarvuzlar ham bor ekan. So'yilgan tarvuzlarni ham ko'rsatamiz hozir. Hamma jajji qizaloqlar o'yinchoqlar olgan. Hamma xursand, maşallah. Mana bizning qishlog'imizdagi Qurbon hayitda bo'lib o'tadigan hayit. Qurbon hayiti, birodarlar. Barcha musulmon mu'minlarni o'qigan namozlari Alloh bargohida qabul bo'lsin do'stlar. Mana bizlar ham hozir namozdan chiqdik. Qurbon namozidan o'qib hozir mana kunlardan ham bugun shanba 2025-yil 7-iyun. Mana birodarlar, hozir Afg'onistonning eng shirin va eng yaxshi tarvuzlardan hozir mana Dehqon akamiz yoniga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayitlar muborak akajon. Alloh muborak bo'lsin. Alloh qilsin. Baxayr bo'lsinmi? Alhamdulillah. Mana Afg'onistonning dehqonchiliklarida mana shunday yaxshi tarpillar, shirin tarpillar bo'lıyor. Ey maşallah. Ha, dehqonlar shunday ko'rsatdi. Ey maşallah. Ha. Bunlar mashhurda Afg'onistonda bo'lin bul. Ey maşallah. O'zbekistonning hamsoyasida. Ha. Ha, bu yaxshi tarpillar burada dehqonlar qancha arzon beriyor. Merdimni xo'sh etmek için. Merdimler bundan xo'sh bo'liyor arzon bersa. Dehqonlara ishlat qalanam yo'q, avagata ko'tindan boshqa menasat qilmadim, sondadan merdim buni shuni haytda merdim arzon beriyor. Qancha? Teşekkür. Nereden oldu men kilosu day? Kilosu Kilo nereden? 10 og'anan bo'ldi, kilo 10 og'ana. 2000 so'm ekan do'stlar, mana O'zbekiston so'miga 2000 so'm bo'ladi. 10 Afg'ondan Afg'oniston puliga eng yaxshi tarvuzlardan mana. Rahmat.